Ertalabdan uyimizda bitta chotki palakat bo'ldi. Badabang degan ovoz chiqdi, divandan qanaqa sakrab tushganimni bilmayman. Kuxnyaga yugurib kirsam, tuxumlar u yoqdan bu yoqqa qanot qoqib uchib yurgan ekan. Gazga qo'ygan tuxumlarim esimdan chiqib qolib, hammasi bitta-bitta poqiladi. Bu hali yarmini yerdan yig'ib olishim kerak. U ham mayli, hamma kelinlar mana shunaqa qovun tushirganini bekitsa, men irshayib hamma uydagilarga aytib berdim. Bu tuxumlar ham mayli, kecha undan battar qovun tushirganman. Duxovkada pirog pishirib, qo'limda turgan sochig'imni duxovkaning ichida qoldirib, kecha uyib pajar qilib oldim. Короче, kechaga bugungi ayblarni yuvish uchun hozir duxovkaga ataka qilamiz. Menimcha men 1-2 kun kuxnyaga kirmay turishim kerak. Chotdan netto. Qani ketdik. Endi hamma joylarni ko'pirtirib yuvamiz. Shunchalik berilib ketganimdan duxovkani ichi-chavog'ini chiqarib yubordim. Erlarimiz uyda bo'lganda atyorka u yoqda tursin, 5 litrli suvni ham ko'tarmaymiz, lekin erlarimiz uyda bo'lmay qolganda jommon katta ishlar qilib yuboramiz, qizlar. Eringlar uyda bo'lmaganda nimalarni qoyillatib tashab, keyin spani yoqib olasizlar. Kommentariyaga yozinglar, bir g'iybatlashamiz. Xullas, chot-chip tashagan duxovkamni hamma narsasini o'zini vataniga qaytarib, chotga qilib tozalab qo'ydim. Mana endi doposlisini ko'rsanglar bo'ladi. Yil trotvorimmanmi qizlar, endi shuncha depressiyadan keyin sizlar bilan raspakovka chek qilamiz. Har kuni ertalabdan nima ovqat qilsammikin deb o'ylasam, kechga borib ertaga bog'chaga nima kiyg'izsammikin qizlarimga deb o'ylayman. Xullas, ikkita prinsessamga havo o'tkazadigan yumshoqqina dvoykalar zakaz qildim. Ertangi problemam hal bo'ldi. Abota bo'lsa qizim materialni tekshirib tortib ko'ryapti. Короче, qizlar masalani aldadim. Bu hech qanaqa dvoyka emas, bu pijama. Lekin menga ko'chaga kiysa ham bo'ladigandek tuyulyapti, chunki juda ham chiroyli. Katta qizim shunaqangi mehribon, kichkinagina narsalardan ham juda ham xursand bo'ladi. Xursand bo'lganidan meni rosa o'pdi o'zi ham. Kichkina qizim bo'lsa vechna недовольна. Xullas, pijamkalar temasiga qaytadigan bo'lsak, menga ham prinsessalarimga ham juda ham yoqdi. Erimga bo'lsa narxi yoqdi. Chunki bunaqa качественный narsalarni boshqa magazinlardan juda ham qimmatga olib berardilar. Katta qizimdan chiroyli o'tib, orqa fonda bo'lsa kichkina qizim arillab yotdi. Chunki unda ikkinchi luka ham bor edi. Kiymayman deb dodlab yig'ladi o'zi ham. To'g'risini aytib qo'ya qolay, Kinder bilan zo'rg'a aldadim. Bitta Kinderga aldanib, chiroyli o'tiblar qilib berdi. Chunki bu qizimga hech qachon hech narsa yoqmaydi. Shunaqa chiroyli bodichalarni ham, pijamalarni ham hammasini Zetsmamdan oldim. Keyingi reyslarda ko'rishguncha hammaga xayr. Profilga obuna bo'lish va shey esinglardan chiqmasin.